Qorako'z Majnun. O'zbek adabiyotining zabardast vakili Said Ahmad qalamiga mansub Qorako'z Majnun asari o'ziga xos mahorat va ta'sirchanlik bilan yozilgan. Hikoya hajman kichik bo'lishiga qaramay, ancha vaqt insonni o'ylashga va ta'sirlanishga majbur qiladi. Sizlardan qay biringiz o'z dinidan qaytsa va shu kofirligicha o'lsa, bas, ana o'shalarning qilgan savobli amallari bekor bo'lur. Ular do'zax ahlidirlar va u yerda mangu qolurlar. Baqara surasi 217-oyat bilan boshlangan bu asarda Bo'rixonni o'zga yurt fuqarosi bo'lishi, o'zga e'tiqodni qabul qilganligi, o'zi tug'ilib o'sgan yurtiga mehr-muhabbat tuyg'usi unga batamom begona bo'lganligi, hattoki inson bolasi shunchalik razolat botqog'iga botganki, o'zi so'zlashadigan ona tilisini ham unutgan. Qorako'z Majnun. Bu asar nomini eshitgan, ammo o'qib ko'rmaganlar bu oddiy bir jonzotga Majnun sifati berilganligini bilmaydilar. U qanchalik daydib yurmasin, oshiq bo'lmasin, uyini shu uydan yegan non tuzini unutmaydi va yegan non tuz joyiga qaytib kelaveradi. Bo'rixon o'z tug'ilib o'sgan go'shasini, vatanini unutadi. Yaqin insonlarini, ota-onasini, oilasini, ularga bo'lgan mehr-muhabbatini unutadi. Qo'pol qilib aytganda, ongli inson bo'la turib, ongsiz mavjudotchalik bo'la olmaydi. Chunki uning aqli ongsizlanib, manqurtga aylanib bo'lgan edi. Bo'rixonning onasi Saodat aya tunu kun o'g'liga Xudodan insof so'raydi. Saodat aya bu dunyoni tark etganda ham Qorako'z uni izlab boradigan joylariga birma-bir kirib chiqaveradi. Radio tasmada yozilgan ovozdan go'yoki u Saodat ayani tirik deb o'ylaydi. U kishini sog'ingani uchun o'z joni ham ko'zga ko'rinmaydi va oxir-oqibat u ham vafot etadi. Inson o'z e'tiqodini, aqlini yo'qotar ekan, dunyodagi eng tuban jonzotga aylanib qolishi mumkin. Aksincha, ba'zi hayvonlarda ezgu fazilatlarni ko'ramizki, aksariyat insonlarda bu fazilatlarni ko'rishni iloji yo'q, imkonsizdir. Sizlarga ham aziz kitobxonlar, men Said Ahmadni Qorako'z Majnun hikoyasini o'qishingizni tavsiya qilaman.